Mushuklar uchun shahar. Ikki do'st, Bekzod va Sasha, Toshkentdagi bir mahallada istiqomat qilishardi. Bir kuni Sasha onasidan ayrilgan mushukchani ko'rib qoldi. Mushukcha xuddi yig'layotgandek qarab turar, yolg'iz va g'amgin edi. Sasha har doim qarovsiz hayvonlarni topib, ularga yordam berardi. U bu gal ham beparvo o'tib ketmadi. Mushukchani qo'liga olib, uyga olib ketdi. Uyga yetib kelgach, eshik oldida to'xtadi va o'yladi. Bu uyga olib kelingan 3-chi mushukcha bo'ladi. Mushukchani ko'rib buvisining jahli chiqishi mumkin. Axir kichkina uyga hamma mushukni sig'dirib bo'larmidi? To'g'ri, dedi Sasha xo'rsinib. So'ng do'sti Bekzodga telefon qildi. Bekzod darrov go'shakni ko'tardi. Bek, men mushukcha topib oldim, dedi Sasha. Tasodifni qara, dedi Bekzod. Men ham mushukcha topib oldim. Endi nima qilishni bilmay turibman. Onam unga bir muddat boshpana berishga ruxsat berdilar va keyin uni birovga berib yuborishimni tayinladilar. Agar mushuklarning o'z uyi bo'lganda edi, ularga boshpana izlash shart bo'lmasdi. Shunda Bekzod birdan xursand bo'lib ketdi va dedi: Sasha, ko'chada qolgan uysiz mushuklar uchun uy quraylik. Yaxshisi ular uchun butun boshli shahar quramiz. Ajoyib g'oya, dedi Sasha bu gapdan quvonib. Bu g'oya hamma yigitlarni shunchalik ruhlantirdiki, ular darhol ishga kirishdi. Shahar qurish bu jiddiy, katta loyiha. Demak, ishni ruxsatnoma olishdan boshlash kerak. Shuning uchun avvalo mahalla fuqarolar yig'iniga borib, mahalla raisiga niyatlarini bildirishdi. Ular o'z g'oyalarini o'qituvchilariga ham aytib berishdi. Ikki do'st to'siq bilan o'rab qo'yilgan, daraxtlar o'sadigan kichik maydonni tanladilar. Bu joyni chiqindilardan tozalash kerak edi. Bolalar darhol ishga kirishdilar. Ertasi kuni ularga Sveta va Sayyora qo'shildi. Keyin Sergey va Timur. Bolalar tuproq va chiqindilarni xaltalarida tashishdi. Bu tezroq va qulayroq edi. Maydon tozalangach, qizlar chiroyli gulzor qilish uchun ko'chat va gul urug'larini olib kelishdi. O'g'il bolalar esa turli quti va taxtalardan uy qurishni boshladilar. Mahallaning mushuklari o'zlariga atalgan shaharchaning qanday qurilayotganini katta qiziqish bilan kuzatdilar. Jamoadagi bolalar soni 17 nafarga yetdi. Mushuklar shaharchasi qurilgach, uni Mushukent deb atashdi va ochilish marosimiga ko'ngillilarni taklif qilishdi. Ochilishga hatto televideniyadan ham kelishdi. Odamlar bu shaharcha haqida bilib olishdi va bolalarni maqtashdi. Bu hikoyaning yaxshi tomoni shundaki, u to'qima voqea emas. Bu rostdan ham bo'lgan voqea. Mushukent loyihasi 2019-yilda paydo bo'lgan. O'shandan beri Toshkentda ko'cha mushuklari uchun kichik uylar qurilmoqda. Aholi mushuklarni boqyapti va parvarishlayapti.